Keyingi dravlikamiz xudo xolasa Andijon Jalaquduqdamiz. Shuni syomka qilib tursangiz aketda chiqarib olaman. Ha bu. Svet yaqayım ya. Svet yonib oldi. Bismillahirrahmanirrahim. Makkalikni bitta qo'ydi makka bo'lar ekanda. Makkaga. Nasıl sen ketdi? Mollaga berish jarayonini ko'ramiz. Video qilib qo'yaman, o'shalardan. Endi atxot bo'lib chiqib ketmaydi aka. Yo'q, inshaalloh. Ishiga qarang, boshchalar varyant. U boshim yemayapti. Qo'y, moshalar varyapti. Senga chaqib beraman. Yaqinroq qo'yib berar ekansiz, u bobochaqalari ham. Ha, u molga mo'ljallanibdi bu. Bobochaqalarga bitta joylarga tashlab beraman, chaqib. Nima deysiz aka endi u dravlga haqida? Dravlga haqida rahmat, chunki qo'llar dard ko'rgan xudo xolis barakatini berib topshiradi. Xudo xolasa topshirdik. 2 million 350 mingga Andijon Jalaquduqqa olib kelaverdi aka, 200 dollar beraman, men roziman dedi. 1 million 200 qancha ham 200 dan bo'lganda ham 2 million 400 ming bo'lsa men roziman. 200 dollar olib chiqib beraman dedi. Qo'ylar yeyishini ko'rib maza qildi aka. Managa chiqdi. Ha, rahmat ukalarga olib kelib berdi mana. 350 bo'lar desam 200 dollar beraman, men roziman dedi. Men roziman inshaalloh. Mashallah, yong'inlarda ko'tarib. Aka, u bobochaqangiz qarang, chiqib olib yeyapti. Ha, yeyapti, rosa maza qilib oladi. U qo'yib. Bo'ldi, xudo. Bittasi chiqolmayapti. Mendan ham 50 mingdan oldi, men sotib